Assalomu alaykum. Men Usmonov Dostonbek Faxriddin o'g'li 6 yillik tajribaga ega lor xirurgman. Bugun sizlar bilan lor kasalliklar orasida keng tarqalgan allergik rinit haqida gaplashamiz. Allergik rinit bu tashqi muhitdagi allergenlarni organizmga tushishi natijasida burun shilliq qavatlarining javob reaksiyasi hisoblanadi. Allergik rinitning belgilari nima? Allergik rinitning belgilari burundan suv oqishi, akshirish, burun qichishishi hamda ko'zlarning yoshlanishi va organizmdagi turli xil toshmalarning toshishi bilan namoyon bo'ladigan kasallikdir. Allergik rinit kimlarda ko'proq uchraydi? Allergik rinit asosan naslga bog'liq, ya'ni naslida allergiyasi bor insonlarda ko'p uchraydi. Allergik rinitni qanday davolash mumkin? Allergik rinitda eng asosiysi dieta va organizmga ta'sir qiladigan allergenlardan uzoqroq bo'lish. Ikkinchisi, antigistamin tabletkalardan foydalanish. Uchinchisi, burunga kortikosteroid spreylarini sepish orqali. Xulosa qilib aytganda, allergik rinit jiddiy kasallik hisoblanadi. Agar sizda yuqorida ko'rsatib o'tilgan belgilar mavjud bo'lsa, darhol lor shifokoriga murojaat qiling.